Assalomu alaykum qadrdon ustozlar va do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga Istiqlol marshimizni yozgan Mamtilla apandining hayotini o'qib beraman. Mamtilla apandining hayoti. Mamtilla apandi 1901-yili Atishning Buyamat kentida To'xtaji ismli yetishgan tabib oilasida dunyoga kelgan. To'xtaji tabib o'g'lining nodon qaloq bo'lib qolmasligi uchun Andila 8 yoshga kelgan Go'dak Mamtillani Uyg'ur ma'rif tarixidagi Kuchi Penini maktabga o'qishga bordi. Yangicha Penini maktabda o'qish ustozlarining astoydil tarbiyasi Mamtilla apandining ilg'or dunyoqarash shakllantirishiga turkilik rol o'ynadi. Mamtilla apandi maktabidagi o'qishini oxirlashtirgandan keyin 1921-1920 yillari dadasi To'xtaji bilan birga Ili, Bo'rtalo va Cho'chaq qatorliq joylarga bordi. U yerlarda sotirashlik qilib, tirikchilik qilgach o'rganishiga davom qildi va bu jarayonda Murat apandi bilan tanishdi. 1924-yili Abdulqodir Damolamni suiqasdga o'q tushirganligini anglagan Mamtilla apandi cheksiz qayg'u amalda tuvandagi she'rni yozdi. O'qidi ashti boshqalar bizdan ey qadrdonlar, ko'rgachga ularning istihosini qaynar vijdonlar, havoda lachindek javlon qilur boshqa millatlar, qoldik biz ulardan orqada o'yla ummatlar. Bu she'r kishilar tarafidan ko'chirilib, tam-tamlarga choplanib ketadi. Xalq Mamtilla apandini taxmi taniydi. Mamtilla apandi Cho'chaq tavasida ta'sirining kun sari kuchayotganligini yaqindan diqqat qilayotgan Yang Zingshinning ma'rifatchisi uni kecha-kunduz nazorat qildi. Taqib ichida qolgan yosh shoir ustozi Murat apandining samimiy adolatchiligi bilan 1926-yili bir kechada chigirdan chiqib ketdi. Yot ellardagi sarsamlik sargardonlik shuningdan boshlandi. Mamtilla apandi 1928-yili bir aqyon turk qarindoshining yordami bilan Qrim orqali Istanbulga bordi. Mamtilla apandi 1920-yildan otishdan chiqib ketgandan tortib toki Istanbulga yetib borguncha bo'lgan 10 yilga yaqin vaqti ichida hayotining unutulg'isiz jafo mushaqqatini tortdi. Har xil ideya aqimlar bilan uchrashdi. Xilma-xil kishilar bilan uchrashdi. Demak, u 30 yoshga qadam qo'yguncha pishib yetilgan bir odam bo'lib chiqdi. U Turkiyaga yetib kelgan yillari Turkiyaning qonun tuzumlari yangilanib, madaniyat ma'rif ishlari gullanib, iqtisodiy kuchayib, taraqqiyot sur'ati tezlashib, taraqqiyot topgan elga aylanayotgan mazgil edi. Mamtilla apandi 1929-yildan 1932-yilgacha bo'lgan 3 yillik o'qish jarayonida Mamtilla apandi haqiqiy bir layoqatli o'qituvchiga xos salohiyatlik hazırlaydı. O Türkiye gazetlerinde kendi-kendinden e'lon qilingan vatan haqida xabarlarni ko'rdi. Xalqning taqdiri, yurtning istiqboliga izchil ko'ngil bilib kelayotgan Mamtilla apandi Qumul dehqonlar inqilobiy qo'shinining xabarlarini anglab tuvandagi parchani yozdi. Anladık ey ana diyar senden çıkan, partledi zalimga qarshi volqon, qochoqlashga qulluq kishan zanjirni, Alga qaytma jangdan bosir inson. Mamtilla apandi yurtning darhol qaytish qaroriga kelib, xalqni nodonlik, qashshoqlik va zulmdan qutqizish uchun oqartish ilib berishining ta'xirsizlik his qildi va yurtga oxir qaytib keldi. O bir yetishgan ma'rifatchi sifatida xalq orzusini chiqish qilib, ma'rifat va ilm irfon ideyasida keng tashviq qildi. Mamtilla apandi bu jihatdan mundoq yozdi: Biz muallim yurtlarda maktab ochamiz, xalqimizga yop-yorug' nurlar chechimiz. Talay yillar zulmatga tinib xor bo'ldik, ilm irfon yo'lida shuncha zar bo'ldik.
Məmtələ Pəni Atışının 24-cü kəndində 24-cü başlanğıc məktəb təsis qılıb, Uyğur maarif tarixidəki yangi səhifə açdı. Məmtələ Pəni 1935-ci ili yazda oxşaş forma giygan 100 nəfər oxuğucunu tanlab, təşkilləb özü baş olub marş və naxşalarını eğitib, Peyzvat, Toquzaq, Opal, Taşımlıq, Yengsar və Qashqar şəhər ətrafındakı aylanıb, yangi maarif və onun nəticəsini təşviq qıldı. Məmtələ Pənining bu jangovar hareketini Qashqarda turayotgan qo'mondon va ma'rifatparvar Mahmud Meytining qo'llab quvvatlashiga erishdi. Talatning o't yurak shoir Məmtələ Pəni nurg'un she'rlar bilan birga lavhalik, cho'ng hajmlik dostonni yozib tamomlaydi. Ma'rif xizmatini muqaddas xizmat deb Chonqur Muhammad bog'lagan. Hem onun için bir ömür harmay talmay kuyup biçip ecel sığdırgan Məmtələ Pəni özü tanlab alğan toğra yol için yaş hayatından ayrıldı. Ma'rifat düşmanları onu daşxana munibaradan tutup ketib 1937 yılı 30 may günü 3. Sey hakimiyeti jandarmalari tarafından vahşilarca qatl qilindi. Məmtələ Pəni turmaga aylangandan keyin tezbekmez iradesi ve qaysarana ruhini namoyon qildi va mundaq yozdi. Urg'ib turgan issiqqan jismimda isyan etar, kunda mushtimda kesak xat yezib tegib ketar. Məmtələ Pəni o'zini tarixida o'chmas ma'rif faoliyatlarini va adabiy ijodiy bilan hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti va ma'rif tarixidagi muhim o'rin tutadi. Biz Uyg'ur dramaturg adabiyotining bu mashhur vakilini chunqur sig'inish ilkida eslaymiz. U xalqimizning qalbida mangu hayot. Xo'sh. Biz muallim yurtlarda mektep acimiz, halkımızga yok yürüp nurlar şadimiz. Bizning halkın yolimiz saadet yolu, bizning yemledik ekilgan gülü. Bizning halkın yolimiz saadet yolu, bizning yemledik ekilgan gülü. Sende boldu irfanla yurtumuz atuş, İrfan bilen eksilgan saadetimiz. O bizim evlatlıyım efendiler, Oğuz'un mekteplim mesulgan olayım. O bizim evlatlıyım efendiler,